Oradan bir necha kun o'tib, aholi orasida qasr va unda yashovchilarga bo'lgan e'tibor kamaya boshladi. Uning darvozasi ahyon-ahyonda ochilar, shunda ham faqat xizmatkorlar yoki soqchilar chiqardi. Hech kim o'sha boyni ham, yonidagi qizni ham qaytib ko'rmadi. Lekin kunlarning birida asr chog'i vaziyat o'zgardi. Qasrdan bir xil kiyingan 4 nafar qo'riqchi chiqib, kiraverishda tartib bilan joylashishdi. So'ng ichkaridan ustiga mato yopilgan savat ko'targan keksa ayol bilan o'sha qizcha chiqib keldi. Ular qo'riqchilar qurshovida mahalladagi uylardan biri tomon yurishdi. Siyrak yo'lovchilar va to'p o'ynayotgan bolalarni hisobga olmasa, bu pallada ko'chada odam kam bo'lardi. Bolalar o'yinda to'xtab, turgan joylarida qizchani kuzata boshlashdi. Qiz esa qasr bo'ylab joylashgan xonadonlardan biri tomon ketayotgandi. Uy eshigiga yetib borgach, qo'riqchilardan biriga taqillat degan ma'noda ishora qildi. Qo'riqchi eshikni qoqdi. Ichkaridan odmigina kiyingan bir odam chiqdi va qo'riqchilarni ko'rgan zahoti bezovtalanib, qaltiragancha, "Men hech narsa qilmadim. Kun bo'yi uyda edim", dedi. Qiz yasama tabassum bilan gap boshladi. "Xayrli kun, biz yangi qo'shningizmiz. Mahallaga qabul qilganingiz uchun rahmat aytgani keldim." Uy sohibi qizning soxta iltifot va yasama odob bilan gapirayotganini ko'rib, taajjub bilan unga tikilib qoldi. Javob qaytarmoqchi bo'lganda, qiz yonidagi keksa ayolga ishora qildi. Kampir savatni ochib, ustiga mo'maygina pul qo'yilgan kulchalardan birini chiqardi. So'ng hayron qarab turgan uy sohibiga uzatdi. "Nima bu?" Qiz tag'in yasama tabassum bilan javob qaytardi. "Minnatdorchiligimiz ramzi, arzimas narsa." Uy sohibi qovog'ini uydi. "Tushunmadim, nima demoqchisiz? Nima uchun minnatdorlik?" Qiz chimirilgan qoshlari bilan jahl chiqqanini yashirishga urindi va yuziga sun'iy tabassum yugurtirdi. "Bizni obod mahallangizga iliq qabul qilganingiz uchun. Bu yerga kelishingizdan avval hech kim men bilan maslahat qilmadi", deb uy sohibi eshikni qattiq yopdi. Uning so'zlarini eshitgan qizning tabassumi xo'mrayishga almashdi va jahl bilan hamrohiga "Darhol uyga qaytamiz", deb baqirdi. Shunday qilib barchasi tezlik bilan qasr tomon keta boshladi. Qiz esa vaziyatni kuzatib turgan odamlarga eshitilmaydigan qilib bir nimalar deb nolirdi. Nima deyotganini aniq eshitilmayotgan bo'lsa-da, yaxshi gap emasligi sezilib turardi. Qiz qasrga kirdi. Uning ortidan savat ko'targan keksa ayol ham odimladi. Soqchilar esa qizni qarsillatib yopgan eshik qarshisida qolishdi. G'azabdan qoni qaynayotgan qiz qasr ichidagi keng kursilardan biriga o'tirib baland ovozda "O'zini yalangoyoqlarga tenglashtirgan odamning jazosi shunday bo'ladi", dedi. Kampir qo'ldagi savatni dasturxonga qo'ydi. So'ng qizning yoniga kelib engashdi va uning oyoq kiyimini yechib, "Hayo xonim, bunchalik bezovta bo'lmang. Ular baribir qadringizni bilishmaydi", dedi. "Jim bo'l Halima, bu sening aybing emas. Meni shunday qilishga majburlagan otamning aybi", dedi asabiylashib. "Kulchalarni birpasda tarqatib bo'ldingmi?" dedi qo'lida tamaki trubkasini ushlagancha yuqori qavatdan xotirjamlik bilan tushayotgan otasi. Hayo otasiga javob qaytarmadi. Aksincha qovog'ini uyib, jahl bilan ikki qo'lini bir-biriga ishqalash bilan kifoyalandi. Xo'jayin qilayotganini ko'rgan Halima qo'rqib o'rnidan turdi. Keyin bir necha qadam ortga tislanib, boshini quyi soldi va unga o'ng kafti chap kafti ustiga qo'ydi. O'ta og'ir qadamlar bilan qiziga yaqinlashdi va yoniga o'tirdi. Qiz esa g'azabga to'la nigohlari bilan boshqa tarafga o'qrayib qaragancha jim o'tiraverdi. Ota og'ir qadamlar bilan qiziga yaqinlashdi va yoniga o'tirdi. Qiz esa g'azabga to'la nigohlari bilan boshqa tarafga o'qrayib qaragancha jim o'tiraverdi. Ota trubkasiga tamaki solarkan qizidan so'radi. "Senga nima bo'ldi?" "Hech narsa", dedi yuzini otasidan teskari burib o'tirgan Hayo asabiylashib. Ota savatga nazar tashladi va Halimadan
senga buyurganimdek mazali kulchalar tayyorladingmi deb so'radi. Halima qo'rquv aralash ovozda albatta hojam deb javob qaytardi. Ota savat ustidagi matoni ochib qaradi, so'ngra kulcha ustidagi mana bu narsa nima dedi hayron bo'lib. Halima qo'llari qaltirab javob qaytardi. Ozroq pul hojam. Jahli chiqqan ota senga kim aytdi ularga pul qo'shib bergin deb? Men faqat kulcha pishir degandim-ku dedi baland ovozda. Shu payt Hayo otasiga baqirib javob qaytardi. Ota, bu mening g'oyam edi. Men aytgandim shunday qilishni. Sening g'oyang bu ahmoqona ish nimasi? Dedi taajjublangan ota. Hayo otasiga o'qrayib qaradi. Ozroq pul berib bechoraxon qo'shnilarimiz qalbiga surur kirgizmoqchi edim. Otasi qovog'ini soldi. Bu ishing bilan ularning g'ururini yerga uribsan. Hayo masqaromuz ohangda dedi. Tagi zoti past odamlarni yerga urib bo'larkanmi? Qizning odobsizlarcha aytgan gapini eshitgan ota darhol o'rnidan turib, unga tarsaki tushirdi va g'azab bilan yana bir bor mahallamiz aholisi haqida shunaqa gapirganingni eshitsam, haqiqiy g'azabim qandayligini o'shanda ko'rasan, dedi. Hayo o'rnidan turib otasiga baqira boshladi. Bilaman, siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Shuning uchun doim menga nafratingizni sochishingizga qulay payt poylab yurasiz. Uring, ko'proq uring. Axir meni urganingizda mazza qilasiz-ku, uring. Ota qiziga yana tarsaki tushirmoqchi bo'lganida Halima jon holatda otaning qo'lini mahkam ushlab oldi. So'ngra uni o'pib yig'lagan holda o'tina boshladi. Iltimos hojam, o'tinaman, kichik xonimni kechiring. Ota qizning yosh to'la ko'zlariga g'azab bilan biroz tikilib qoldi. Keyin qo'lini tushirib, Halima, kulchalardagi pullarni olib tashla, dedi. Halima hojasining qo'lini qo'yib yubordi. So'ng yig'lagan holda savatni oshxonaga olib ketdi. To'xta Halima, dedi Hayoning yosh va g'azab to'la ko'zlariga tikilib turgan otasi. Halima to'xtab ortiga o'girildi va hojasiga qaradi. Uning ko'zlaridagi yosh esa savatni yopib turgan qizil matoga to'kilishda davom etardi. Kulchalardan pullarni o'zi olsin. Halima qo'rquv aralash ovozda, buni o'zim bajarsam yaxshimidi hojam, dedi. Hamon g'azab bilan Hayoga qarab turgan ota Halimaga jim bo'l degandek ishora qildi. Hayo zarda qilib jahl bilan Halimaning oldiga bordi va qo'ldagi savatni yulib olib yuqori qavatga xonasi tomon ketdi.